Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektorining ayrim hududlaridan o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshladi. Rasmiy Tel Aviv bu qarorni operatsiya maqsadlari bajarildi deya izohladi. Ammo xalqaro siyosiy tahlilchilarga ko'ra bu chekinish G'azodagi bosimlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va global jamoatchilikning tanqidlari natijasida yuzaga kelgan. So'nggi oylar davomida G'azoda davom etgan harbiy amaliyotlar katta talofatlarga, tinch aholining ko'chirilishiga va xalqaro bosimning kuchayishiga sabab bo'ldi. AQSh, Yevropa Ittifoqi hamda arab davlatlarining diplomatik bosimi Isroil hukumatini strategiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur etganini ayrim manbalar ta'kidlamoqda. Falastin tomoni esa bu jarayonni gumanitar yengillik yo'ldagi ilk qadam sifatida baholab, xalqaro hamjamiyatni G'azo tiklanishiga faol yordam ko'rsatishga chaqirmoqda. Kuzatuvchilarning fikricha, Isroil askarlarining chiqib ketishi mintaqadagi siyosiy jarayonlarga yangi yo'nalish berishi, ammo barqaror tinchlik uchun hali uzoq yo'l borligini ko'rsatadi.